Pokistonlik shoir Muhammad Iqbol o'z xotiralarida yozadi. 15 yoshdagi bir o'smir edim. Yarim kechasi Qur'on o'qib o'tirgan edim. Otam yonimga keldi. O'g'lim, sen naqadar yaxshi farzandsan. Sening tengdoshlaring ko'chalarda bezorilik qilib yuribdi, ammo sen Allohning kitobini o'qiyapsan dedi. Men ham ota olim bo'lganidan keyin o'g'il ham unga munosib bo'ladi dedim. Otam, o'g'lim, Qur'on kimga nozil bo'ldi deb so'radi. Hazillashyapsizmi? Buni 3 yoshli bola ham biladi-ku. Muhammad sallallohu alayhi vasallamga nozil bo'ldi dedim. Otam, kitobni yop, borib joyingga yot, uxla. Chunki senga nozil bo'lmagan kitobni nima uchun o'qiysan? O'g'lim, Qur'on senga nozil bo'ldi dedi. O'sha kuni yuragimga bir olov kirdi, deydi Muhammad Iqbol. Har birimiz Allohning yagonasimiz. Qur'onda har birimiz uchun alohida xabarnomalar bor. Xuddi hech kimning barmog'ini uchi hech kimnikiga o'xshamaganidek, Qur'onga sohib bo'lmoq budir.